Assalomu alaykum aziz obunachilarim, yaxshimisizlar? Bilarmidinglar, mana men bu uzumzani har kundagi uzum bargi borku, shuni shunaqa foydali xususiyatlari bor. Biza buni oddiy qaraymiz, lekin buni choy qilib bir ichib ko'rsak, 5 donasini olamiz de, mana bunaqa maydalab, bitta 1 litrlik bankaga solib 5 ta kattasini olinglar. Ustidan qaynagan suv solamiz. Mana bu 15 minut turdi, damlanib, quyib olamiz. Bunga 1 qoshiq limon suvini siqamiz, aralashtiramiz. Bu nimalarga foyda? Avvalambor yurak qon tomirini, yurakni mustahkamlaydi. Qonlarni suyultirganini evaziga organizmda qon aylanishi yaxshilashadi. Tomirlarga, vena kasalligi kimda bo'lsa, u vena kasalligi ham yaxshi. Oshqozon osti bezini yaxshilaydi, saharni normaga keltiradi, suyalardagi, sustavlardagi og'riqlarni barqaror qiladi. Agar oyoq og'rig'ida, tiza bo'g'inlarida og'riq bo'lsa, bu bargi qaynagan suvga sovolib, oyoqga boylab, kechqurunga boylab ozgina uxlasa ham, u ham foyda bo'ladi. Foydalaninglar, shifo topinglar.